Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Uch tumanidanman. Birlashgan Kiskanerda hozir yashayman. Namangan viloyati Uch tumani Xizrobod qishlog'ida tug'ilganman. Mana Namangan viloyati Uch tumani hokimiyatidan ichki turizm bo'yicha sayohatga olib ketayotganida o'sha masala bo'yicha Namangan viloyati Xizrobod qishlog'i, Uch tumani Xizrobod qishlog'i xotin-qizlar faoli Abdurahmonova Marg'ubaxonga meni onam 2 marta infarkt bo'lganlar. O'sha Samarqandga bepul ekan, ichki turizm bo'yicha olib ketyapti ekan sayohatga. Shuni meni ham onamni olib keting. Hech bo'lmasa o'sha onamga dalda bo'lib, haligi sog'liklari yanada yaxshilanar degan maqsadida murojaat qilsam, menga sen sakrama, seni haqqing yo'q menga sakragani deb men ustimdan ariza qilib, chora ko'rib berishini so'rab sudga chiqaryaptilar. Kam ta'minlanganlar, onalar 2 martadan infarkt bo'lgan, hech qanaqa biror marta mana shu Xizrobod qishlog'i xotin-qizlar narsasi sersovetda bir qadam biror marta yo xotin-qizlar faoli kelmagan, yo haligi hokim yordamchisi chiqmagan, holing nima bo'lyapti deb akam ruhiy kasal 2018 dan beri yo bitta gruppaga qo'ya olmaymiz. Nima bo'lyapti deb biror marta holidan xabar olib so'rab chiqqanmikin, biror marta so'ramagan. Nima uchun endi kam ta'minlanganlar shunaqa qilib yordam so'rasa, seni haqqing yo'q, haligi narsa qila olmaysan, haligi bora olmaysan, chiqa olmaysan deb mana shunaqa qilib haqorat qilishga haqdormi? Uchastkavoy inspektoriga kelsak, Davlat Elyor O'tkali 2024-yil Dehqonoboddga uchastka inspektor bo'lganda o'shada uy-joyim yo'qligidan, ta'mirga talab bo'lganidan o'shancha xotin-qizlar faoli meni o'sha joyga bitta opadan uyga ijaraga qo'yib qo'yganida, eydan meni majburlab haydab chiqartirib yubordilar. Keyin meni chiqartirib ertasi kuni meni jinnixonaga homilador holatimda 2 oylik qornimda homilador bo'lib turibman, bolam turibdi. O'sha holatda jinnixonaga ruhiy kasallarga olib borib sen yotasan deb meni o'sha komissiyaga olib bordilar. Komissiya tasdiqlayapti, buni haqqi yo'q. Homilador holatida har qanday holat bo'ladi deb. Lekin mana bu uylam endi sudga chiqaraman. O'tkali bukirib yig'laganlaring esingdan chiqib ketdimi? Yana bu yil jinnixonaga tiqaman. Qo'limda ikkinchi guruh nogiron farzandim bor. O'tkali yurgani yo'q edi farzandim. 2024da shu ijara uyda o'tirganimda yurmagan edi farzandim. Nimaga buni inobatga olinmaydi? Men Oliy senatorga ham bordim, Vazirlar Mahkamasiga ham bordim, lekin natija bo'lmayapti. Iltimos Miromonovich Mirziyoyev bobamiz, siz mana shu masalalar bo'yicha chora ko'rib berib, o'zingiz nazoratga olishingizni so'rayman.